Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun siz bilan O'zbekiston yo'llarida yillar davomida o'z ishonchini yo'qotmagan xalq mashinasi degan nomni olgan. Endi esa yangi avlod ko'rinishida taqdim etilgan Chevrolet Damas 2026 modeli haqida juda batafsil 15 daqiqaga mo'ljallangan to'liq sharh qilamiz. Bu video oxirigacha sizga foydali bo'lishi uchun har bir mayda detalni oddiy foydalanuvchi nuqtai nazaridan real hayotda qanday ekanini tasvirlab beraman. 2026 yilgi Damas'ga tashqaridan bir qarashning o'ziyoq uning avvalgi modellardan sezilarli darajada yangilangani bilinadi. Dizayn hali ham o'ziga xos kvadrat shaklni saqlab qolgan, chunki aynan shu shakl uning asosiy afzalligi, maksimal ichki hajmni ta'minlaydi. Lekin old qismi ancha zamonaviylashgan, yangi faralar avvalgidan yirikroq va yorug'ligi kuchliroq, kunduzgi LED chiroqlar esa mashinaga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Old bamper qayta ishlangan, havo kirish panjaralari biroz kattalashgan. Bu esa nafaqat tashqi ko'rinishga, balki dvigatel sovutishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yon tomondan qaralganda esa Damas o'zining klassik siluetini saqlagan, baland tomi va tik devorlari tufayli yuk tashish va yo'lovchi tashish uchun juda qulay. Orqa qismida esa eshik ochilishi keng, yuk tushirish va yuklash jarayoni ancha osonlashgan. Ayniqsa bozorchilar va kichik biznes egalari uchun bu juda katta plus. Endi ichkariga o'tamiz. Salon eshigini ochgan zahoti sizni oddiy, lekin juda amaliy muhit kutib oladi. 2026 yilgi Damas interyeri hashamat uchun emas, balki qulaylik va chidamlilik uchun yaratilganini darrov his qilasiz. Panel dizayni yangilangan, markaziy qismida axborot displeyi joylashtirilgan bo'lib, u multimedia, orqa kamera va asosiy sozlamalarni ko'rsatadi. Rul dizayni ham zamonaviyroq ko'rinishga ega bo'lgan, qo'lda yaxshi ushlanadi va uzoq yo'lda ham charchatmaydi. O'rindiqlar avvalgidan yumshoqroq, matosi bardoshli, kun bo'yi haydab yurganda belni kamroq charchatadi. Old qator yetarlicha keng, baland o'tirish pozitsiyasi yo'lni juda yaxshi ko'rish imkonini beradi. Orqa qatorlarga o'tsak, bu yerda Damas'ning asosiy kuchi namoyon bo'ladi. 3 qatorli konfiguratsiyada 7-8 nafar yo'lovchi bemalol joylashishi mumkin. O'rindiqlar orasidagi masofa yetarli, hatto uzun bo'yli odamlar ham o'zini noqulay his qilmaydi. Agar siz yuk tashish uchun foydalanmoqchi bo'lsangiz, orqa o'rindiqlarni buklab yoki butunlay olib tashlab, juda katta yuk maydoniga ega bo'lasiz. Shu sababli Damas ko'p hollarda bir vaqtning o'zida ham oilaviy mashina, ham ish mashinasi vazifasini bajara oladi. Salon ichida mayda buyumlar uchun ko'plab joylar bor. Telefon, hujjatlar, suv idishi uchun alohida joylar ajratilgan. Endi eng muhim qism, haydash va texnik tomoniga o'tamiz. 2026 yilgi Damas kapoti ostida ishonchli va sinovdan o'tgan dvigatel joylashgan. Asosiy variantda u kichik hajmli, ammo juda iqtisodiy bo'lgan benzin dvigateliga ega. Bu dvigatel shahar ichida harakatlanish uchun yetarli quvvat beradi, tirbandliklarda oson boshqariladi va tez-tez to'xtab yurishga moslashgan. Tezlanish sportkar darajasida bo'lmasligi mumkin, lekin Damas'ning vazifasi ham bu emas. Uning asosiy maqsadi barqarorlik, ishonchlilik va tejamkorlik. Mexanik uzatmalar qutisi aniq ishlaydi, uzatmalar oson almashadi, yangi boshlovchi haydovchilar uchun ham qulay. Yo'l tutishiga kelsak, 2026 yilgi modelda osma tizimi yaxshilangan, Notex yo'llarda avvalgiga qaraganda kamroq sakraydi. Qishloq yo'llari, shahar chekkalari, bozor atrofidagi Notex asfaltlar, bularning barchasida Damas o'zini ishonchli tutadi. Burilishlarda baland kuzov sabab ehtiyot bo'lish kerak, lekin umumiy barqarorlik kundalik foydalanish uchun yetarli darajada yaxshi. Tormoz tizimi ham yangilangan, to'xtash masofasi qisqargan. Bu esa xavfsizlik nuqtai nazaridan muhim o'zgarish. Yonilgi sarfi esa Damas'ni tanlashdagi eng katta sabablardan biri bo'lib qolmoqda. Shahar ichida u juda kam yoqilgi sarflaydi, gazda yuradigan variantlari esa yanada tejamkor. Bu ayniqsa har kuni ko'p masofa bosadigan haydovchilar, taksi yoki yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar uchun juda katta foyda. Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari ham nisbatan arzon, ehtiyot qismlar bozorda oson topiladi. Bu esa mashinani uzoq muddat ishlatishda katta ustunlik beradi. Endi xavfsizlik masalasiga to'xtalsak, 2026 yilgi Damas avvalgi modellarga qaraganda bir qadam oldinga chiqqan. Old xavfsizlik yostiqchalari, ABS tizimi, orqa kamera kabi funksiyalar kundalik haydashda o'zingizni ishonchliroq his qilishingizga yordam beradi.
Albatta, bu premium avtomobil emas, lekin oz sinfi uchun yetarli darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. Eng qiziqarli savol – narx masalasi. 2026 yilgi Chevrolet Damas bozorda eng hamyonbop avtomobillardan biri bo'lib qolmoqda. Uning narxi konfiguratsiya va bozorga qarab farq qiladi, lekin umumiy hisobda u oz segmentida juda raqobatbardosh. Shu narx evaziga siz ishonchli dvigatel, katta salon, arzon xizmat va ko'p maqsadli foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Aynan shu sababli Damas yillar davomida o'z xaridorini yo'qotmayapti va 2026 yilgi model ham bundan mustasno emas. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Damas bu shunchaki mashina emas, bu kundalik hayot uchun haqiqiy yordamchi. U oilaviy ehtiyojlar, kichik biznes, yuk tashish yoki shunchaki ishonchli transport vositasi sifatida juda mos keladi. Agar sizga hashamat emas, balki amaliylik, tejamkorlik va ishonchlilik kerak bo'lsa, bu mashina siz uchun to'g'ri tanlov bo'lishi mumkin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni, kanalga obuna bo'lishni unutmang va izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Keyingi qaysi mashina haqida shunday batafsil sharh qilishimizni xohlaysiz? Albatta o'qiymiz.